Bu ayol yillar davomida epilepsiya bilan kurashib keldi. Kutilmagan xurujlar sabab u istalgan joyda yiqilib qolishi mumkin edi. Vaqt o'tib qo'rquv uning kundalik hayotiga aylandi. Oxir-oqibat u hatto yolg'iz ko'chaga chiqishga ham jur'at etolmay qoldi. Kundalik dorilar iste'mol qilib yurganman, lekin umuman foydasini sezmaganman. Shu shovqinda, do'st birodarlarning ichida, to'ylarda umuman borolmaydigan bo'lib qoldim, chunki qanaqadir boshimga ko'pchilikning ichida og'riq kirib, o'zimni bilmaydigan holatlarga kelib qoladigan bo'ldim. Jarrohlik amaliyotidan keyin mana ko'rib turganingizdek, o'zimni juda ham yaxshi his qilyapman, ahvolim yaxshi. Epilepsiya dunyo bo'yicha millionlab insonlar hayotiga ta'sir qilayotgan nevrologik kasalliklardan biri. Ayrim holatlarda dorilar yetarli samara bermaydi va bemorlar uchun jarrohlik yagona yechimga aylanadi. Poytaxtda shifokorlar oldinga yana bir qadam qo'ydi. Endilikda epilepsiya kasalligi jarrohlik amaliyoti bilan davolanyapti. Bu bir umr kasallik bilan kurashgan, har bir xurujni qo'rquv bilan kutib olgan odamlar uchun katta umid. Milliy tibbiyot markazi neyroxirurg shifokori Xurshidbek Shavkatbekov Moskvadagi yetakchi tibbiy markazda orttirgan tajribasini endi O'zbekistonda ham qo'llayapti. Bu yerda epilepsiya va Parkinson kasalliklarini jarrohlik yo'li bilan davolash amaliyoti yo'lga qo'yildi. O'tgan yilning 4-choragida yo'lga qo'ydik bu operatsiya turlarini. 3 oy davomida 5 ta bemorga GPS elektrodi o'rnatdik. GPS bu yuqori texnologik elektrod hisoblanib, bu miyaning chuqur strukturalariga o'rnatiladigan implant hisoblanadi. Bu bizga miyada hosil bo'layotgan patologicheskiy impulslarni blokka beradigan bir himoya hisoblanadi. O'zbekistonda butun aholini hisobga oladigan bo'lsak, 1% aholi, ya'ni misol biz 40 millionta aholiga yetgan bo'lsak, o'shalarning 1% epilepsiya bilan kasallangan. O'sha 1%dan 20-30% xirurgik yo'l bilan operatsiya davosiga ko'rsatmalari bor. Epilepsiya va Parkinson inson hayotini keskin o'zgartirishi mumkin bo'lgan kasalliklardan. Ular bemorning harakatini, mehnat qobiliyatini va kundalik turmushini cheklab qo'yadi. Ammo neyrojarrohlikdagi so'nggi yutuqlar bu kasalliklar bilan kurashda yangi imkoniyatlar ochmoqda. Bitta ayol 33-34 yoshlik 15 yildan beri epilepsiya tutqanog'i bilan kasallangan. Operatsiya qilganimizga mana 10 oydan oshdi. Mana shu kungacha hali pриступ bo'lmadi. Bayramlarda, qanaqadir holatlarda rahmat deb hozirgacha SMSlar yozib, qo'ng'iroqlar qilib turadi. Yaqinda bo'ldiki, bitta bemorimiz 9 yoshlik Qirg'iziston fuqarosi, 9 yoshli bolacha bizni markazga kelguncha 3 marotaba bosh miyasidan operatsiya bo'lgan. Biz mana 4-operatsiyasini o'tkazdik. Xudo xolasa muvaffaqiyatli 100% o'smani to'liq olib tashladik. Ular ham juda xursand bo'lgan holda uyga ketishdi. Bu misol yana bitta boshqa misolda. Bunaqa bemorlar juda ko'p. Sizga bittasini olib aytishim sal noto'g'ri. Sog'aygan bemorlar uchun bu shifokor faqatgina yaxshi mutaxassis emas, ularga yangi hayot baxsh etgan inson. Dardi bilan keladi-yu, siz o'sha dardini hal qilib bersangiz xursand bo'lmaysizmi? Albatta xursand bo'lasiz. Shifokorning albatta eng katta maqsadi boshqa murojaat qilib kelgan bemorlar bizdan foyda ko'rib, xursand bo'lib chiqib ketishi. Mo'tabar Nurmuhammedova, Aydus Ermekbayev, Zohidjon Mamazoliyev, Toshkent. 5-bel umurtqamiz 6